odamlarni yollab siz uchun pul topishga ishlatishingiz mumkin. Lekin hamma pulingizni sarflasangiz ham sizni o'rningizga mana shu dardni ko'taradigan odamni yollay olmaysiz. Har qanday moddiy narsalarni topib, sotib olish mumkin. Ammo bir narsa borki, uni yo'qotsangiz hargiz topa olmaysiz. Hayotni. O'zingizga yaxshi muomalada bo'ling, boshqalarni hurmat qiling. Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz $30 soat ham, $3000 soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. $30 hamyon ham, $300 hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina $30,000 bo'ladimi, $300,000 bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. $8 milliard qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuncha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizda o pulni 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt deb. Agar samolyotning biznes klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, ekonom klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, samolyot yerga qulasa bir xil tushasiz. Meni tushunyapsiz degan umiddaman. Agar do'stlaringiz bor bo'lsa yoki siz dildan suhbat qilishingiz mumkin bo'lgan odamlaringiz bor bo'lsa, bu haqiqiy baxtdir. Steve Jobs davom etadi. Inkor etilmaydigan haqiqatlar. Bolalaringizni boy qilib tarbiyalamanglar. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiya qilinglar. Shunda ular ulg'ayganlarida narsalarning qadrini bilishadi, ularning narxini emas. Ovqatni doridagi iste'mol qilinglar. Aks holda dorini ovqatdagi iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar sizni tashlab ketishlikka 100 ta sababni ko'rib tursa ham, sizni oldingizda qolishlikka bitta sababni topishadi. Inson bo'lish bilan insoniy bo'lish orasida katta farq bor. Agar siz tez ketishni xohlasangiz, yolg'iz yuring. Agar uzoqroqqa borishni xohlasangiz, do'stlaringiz bilan birga yuring. Dunyodagi eng yaxshi 6 ta tabib: quyosh nuri, dam olish, sport mashg'ulotlari, parhez, o'zingga ishonch, do'stlar. Steve Jobsning so'zi tugadi. Odamlarni orzu qilgan narsalarni hammasiga erishgan odamning oxirgi so'zlari. Haqiqatan so'zlari to'g'ri, ma'noli, ta'sirli. Ammo bitta narsa yetmayapti bu nasihatda. Uni nasihatda bitta narsa yetishmayapti. Nima u? Allohga bo'lgan iymon gapirilmayapti. O'shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ldi. Shunaqa katta boylikka, shunaqa katta obro' hurmatga erishgan odam iymonni gapirmaganligi uchun baxtsiz bo'ldi. Shuning uchun haqiqiy saodatning birinchi va asosiy muhim sababi nima? Allohga bo'lgan iymon. Undan keyin solih amal, undan keyin o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Bu inson o'zini tutgan yo'lida sobit turdi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, maqsadiga yetdi, erishdi. Ammo umrining oxiriga kelganda qarovdi, tanlagan yo'li ham, oldiga qo'ygan maqsadi ham hech narsa emasligini tushundi. Qachon tushundi? O'lim peshanasiga kelib tekkanda. Muqarrar o'lim oldida meni intilgan, topgan narsalarim hech narsa emasligini endi tushundim, deyapti. Birodar, sen bilan menga unga berilgan boylik berilmaydi.